Hurmatli obunachilarimiz, assalomu alaykum. Sizlarga baholari o'zgargan arzonlarning Nexia'larimizni ko'rsatib o'tamiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 gibrid lyuks konditsioner varianti, metan gazlari bor, 230 ming kilometr yurgan. Mashinamiz 56 million so'm berib beramiz. 60 million so'm turadi, 56 million so'm aytib beramiz. Faqatgina naqd pul oladigan bo'lsa, endi barter ham ish beramiz, kelsangizlar. Hamma narsasi o'ziniki. Ildilar ham yaxshi. Lyuks konditsioner, pokoleniya metani bor. 230 ming yurt turibdi yana. Nexia rullar qo'yilgan. Tayyor mashin. Haydab ko'rib olasizlar. Metani bor. Kuzovi butun. Udar yo'q ichərində. 56 milyon so'm. Kredit alaman desizlar. Kreditə 58 atib beramiz do'stlar, to'g'ri tushunasizlar. 8 milyon bilan kreditə chiqadi. Plus оформленияsi bilan 16-17 milyon pul kerak bo'ladi. Oylik to'lov 2 milyon 200 dan chiqadi. Keyin bunda yana arzon bahoda Nexia 2 2010-yilda ishlab chiqarilgan, metan gazlari bor. Kamchilik yo'q. Mashin 750 ming probeg. Bunga tablo qo'yilgan ekan, egalarning aytishi bo'yicha tablo qo'ydirgan ekanlar. Shunda probegi shunday olgan ekan. Demak, monitorlar qo'yilgan. Qimmat monitorlar. Mana do'stlar. 38 milyon so'm bahosi. 38 milyon so'm. Bilan bir 15 milyon pullarınız bo'lsa kreditga chiqarib olsangizlar bo'ladi. Naqd pul olsa kelishamiz yana. Bunda keyin Nexia 2miz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Bundan bahosi arzonladi. Balonlari toza. Metan gazlari bor, 250 ming kilometr probeg. Bahosi 48 milyon so'm. Naqd pul olsa kelishamiz. 50 milyon turadi, 48 milyon so'm tushdi bahosi. Naqd pul olsa kelishtirib beramiz. Расход yo'q mashinning. 2010-yil Nexia 2. Kelib olaverasizlar. Qo'shko'pir avtomarketda turadi. Keyin yana arzon Nexia so'raganlar uchun bunda Nexia 1 Nexia etilgan variantidan bor. 98-yil 27 milyon so'm bahosi. Nexia 2 etilgan. Metan gazlari bor. 27 milyon so'm. Matiz bahoda. Motor olib to'lamaydi. Haydab ko'rib olaverasizlar. Nexia 1ni o'zi bor, bunda yana bom 27 milyon so'm. 27 milyon so'm. 2000-yil. 97-yil Nexia 1imiz 22 milyon so'm bahosi. Arzon bahodan Nexia'larimiz ko'p do'stlar. Bunda 2007-yil Nexia 1imiz bor, metan gazlari bor. Buni bahosi 32 milyon so'm. Bir ko'p gelib tanlab hissalaringizdagi pul qarab olaverasizlar, har xil varianti bor. Qo'shko'pir avtomarketda turadi mashinlarimiz. Hammangizga rahmat, like bosib kuzatishda davom etinglar do'stlar.